O'zbekistondagi yagona o'zini o'zi zapravka qiladigan do'stlar ekonom pechka bo'ladi. Qarang, baqa bitta zapravkani qilib bergansiz, pastda o'zi yonib, sekin o'zini o'zi zapravka qilib beradi. Eng zo'r tarafi shu solgan ko'miringiz do'stlar 8 soatdan 12 soatgacha 40 kvadratli xonani olingiz, varillatib qaynatib beraveradi. Endi uyimni qanaqa qilib isitadi bu deganlarga uy isitishiga borib gap yo'q. Qog'ozni qarang. Ko'ryapsizmi? Shunday qo'ysangiz yonib ketyapti. Bu degani do'stlar isitishi o'ta dahshat bo'ladi. Yana yaxshi tomoni do'stlar buni o't yonadigan joyini qana 208 desa ham divanli qilishgan 5 va 6 bo'ladi. Komplektda do'stlar xuddi mana shunaqa cho'pi bo'ladi. Ichini ko'ylab turgani, kulvoni bo'ladi. Paqir kurak qilib yurmaysiz, zaslonkasi bo'ladi. Buni qancha kattaroq o'tsangiz uyingizni shuncha isitib beradi. Qancha yopmaydigan bo'lsangiz do'stlar, shuncha ekonomlashaveradi. Xohlasangiz sho'rvangizni pishiring, xohlasangiz choyingizni qaynating. Choyni qaynatishga bitta baho berib bersizlar. Qarang, varaq o'ryapti. Narxlari 1 million 50 ming so'm do'stlar, prostoyi. Tebas agrajdeniyali bo'lgan fulli do'stlar 1 million 100 ming so'm. Bu 1 million 50 ming so'm. Pastda nomer bor, aloqaga chiqasiz. Orqa tomonda ovqatingizni siqib turadigan tapchanlarigacha bor ekan. Dastavkasi kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab berilyapti. Молодец, oğlum, yana. Aha, молодец. Yaxshilab yana. Yo'q. Qilmayman. Aha. Молодец.